Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Navbatdagi mavzumiz O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida amalga oshirilgan islohotlar deb nomlanadi. Uni quyidagi rejalar asosida ko'rib chiqamiz. Birinchi, mustaqillik yillarida ilm-fanning rivojlanishi. Ikkinchi, ta'lim va fan sohasida rivojlanishning yangi bosqichi. Uchinchisi esa yangi jamiyat qurishda ta'lim va tarbiyaning o'rni va roli deb nomlanadi. Endi dastlabki rejamizga murojaat qiladigan bo'lsak, mustaqillik yillarida ilm-fanning rivojlanishi deb nomlanadi. Mustaqil O'zbekiston mustaqillikni qo'lga kiritgandan so'ng boshqa aytadi. Birinchi rejamiz mustaqillik yillarida ilm-fanning rivojlanishi deb nomlanadi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, ta'lim sohasidagi davlat siyosatining huquqiy asoslari yaratildi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov istiqlolning ilk kunlaridayoq ma'naviy barkamol insonni tarbiyalash, ta'lim va ma'rifni rivojlantirish hamda milliy uyg'onish g'oyasini ro'yobga chiqaradigan yangi avlodni voyaga yetkazishni davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgiladi. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim tizimi isloh qilishga alohida e'tibor qaratildi. Ta'lim milliy davlatchilikni mustahkamlash, ma'naviy uyg'onish va iqtisodiy rivojlanishning muhim omili sifatida qaraldi. Shu bois ta'lim tizimini takomillashtirish, davlat ta'lim standartlarini joriy etish hamda moliyaviy resurslardan samarali foydalanish ustuvor vazifaga aylandi. Yangi tarixiy sharoit ilm-fan sohasida ham tubdan isloh qilish talab etildi. 1992-yil 31-martda Oliy attestatsiya komissiyasi tashkil etildi. 92-yil Prezident farmoni asosida olimlar xorijiy davlatga malaka oshirishga yuborish yo'lga qo'yildi hamda ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish tizimi yaratildi. 1997-yilda Xorazm Ma'mun akademiyasi qayta tiklandi. 2000-yilda esa Sharqshunoslik institutining qo'lyozmalar fondi UNESCO madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. 2008-yildan boshlab innovatsion g'oyalar va texnologiyalar yarmarkalari o'tkazila boshlandi. O'zbekiston olimlari energetika, axborot texnologiyalari, kimyo, biologiya, ekologiya va tibbiyot sohalarida muhim yutuqlarga erishdilar. Ta'lim va fan integratsiyasi kuchaytirish maqsadida ilmiy o'quv markazlari tashkil etildi. Ilmiy tadqiqot institutlari oliy ta'lim muassasalari bilan yaqinlashtirildi. 2013-yildan boshlab esa doktorantura tizimi xalqaro standartlarga mos ravishda takomillashtirildi. Ta'lim O'zbekistonda ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi. 1992-yilda ta'lim to'g'risidagi qonun qabul qilinib, ta'lim tizimining huquqiy asoslari belgilandi. Mustaqillikning ilk yillarida oliy ta'lim tizimida katta e'tibor qaratildi. Yangi oliy o'quv yurtlari, jumladan Harbiy akademiya, Ichki ishlar akademiyasi, Bank moliya akademiyasi, Jahon iqtisodiyoti diplomatiya universiteti kabi muassasalar tashkil etildi. Hududlarda ham universitetlar ochilib, 1992-yildan bir qator pedagogika institutlari universitet maqomi berildi. Bu esa viloyatlarda ilmiy va ma'rifiy rivojlanishga xizmat qildi. Umumiy o'rta ta'lim tizimida ham yangilanishlar amalga oshirildi. Litsey va gimnaziyalar tashkil etildi. Uzluksiz ta'lim tizimi shakllantirildi. Talabalarni qabul qilishda test tizimi joriy etildi. 1997-yil 29-avgustda esa ta'lim to'g'risidagi qonunning yangi tahriri, kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilindi. Unga ko'ra, ta'lim tizimini maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim hamda oliy ta'limdan keyingi ta'lim bosqichlaridan iborat etib belgilandi. Oliy ta'lim 2 bosqichli bakalavriat va magistratura tizimiga o'tkazildi. Toshkent davlat universitetiga milliy universitet maqomi berildi. Ta'lim sifatini oshirish maqsadida oliy ta'lim muassasalari qayta tashkil etildi. 2005-yildan Toshkent tibbiyot akademiyasi tashkil etildi. 2012-yilda San'at va madaniyat instituti birlashtirildi. Xorijiy universitetlar filiallari ham ochila boshlandi. Jumladan Vestminster universiteti, Moskva davlat universiteti, Gubkin nomidagi universitet, Turin politexnika universiteti va Inha universiteti filiallari faoliyat boshladi. 2011-2016-yillarda oliy ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazalarini modernizatsiya qilish dasturi amalga oshirildi. 2013-yilda yuridik ta'lim tizimi takomillashtirildi. 2014-yilda Toshkent stomatologiya instituti tashkil etildi.
ta'lim va fan sohasida rivojlanishning yangi bosqichi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 15-martdagi umumiy o'rta ta'lim to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi hamda 2017-yil 6-apreldagi umumiy o'rta va o'rta maxsus kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risidagi qarorlari ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu qarorlar asosida umumiy o'rta ta'lim tizimiga qator o'zgarishlar kiritildi. Jumladan, maktab turlari aniq belgilandi hamda uzoq muddat davolanishga muhtoj bolalar uchun maxsus sharoitlarda ta'lim olish imkoniyati yaratildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 20-apreldagi oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori oliy ta'limni modernizatsiya qilishda muhim bosqich bo'ldi desak to'g'ri bo'ladi. Qarorda xorijiy yetakchi ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni kengaytirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish, yuqori malakali xorijiy mutaxassislarni jalb etish kabi vazifalar belgilandi. Shu bilan birga ilmiy tadqiqotni rivojlantirish, ta'lim va fan integratsiyasini kuchaytirish hamda iqtidorli yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb etishga alohida e'tibor qaratildi. 2017-2021-yillarda mo'ljallangan harakatlash strategiyasi doirasida ta'lim tizimining tubdan takomillashtirish, boshqaruv samaradorligini oshirish va malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha qator farmon va qarorlar qabul qilindi. Shu jarayonda ta'lim tizimida ayrim kamchiliklar mavjudligi aniqlanib, uni yanada isloh qilish zarurati yuzaga keldi. Natijada 2020-yil 23-sentyabrda ta'lim to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilindi. Unga ko'ra ta'lim quyidagi bosqichlardan iborat etib belgilandi. Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim, professional ta'lim, oliy ta'limdan keyingi ta'lim, kadrlarni qayta tayyorlash, malaka malakasini oshirish hamda maktabdan tashqari ta'lim deb nomlandi. Shu bilan birga 1997-yildagi qonunlar o'z kuchini yo'qotdi. So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim tizimi tubdan isloh qilindi. 2017-yil 30-sentyabrda Prezident farmoni bilan Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi. Bu tizimni yagona davlat siyosati asosida boshqarish va bolalarni maktabgacha ta'lim bilan keng qamrab olish imkonini berdi. Hozirgi kunda respublikada 13.5 mingdan ortiq maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatmoqda. Bolalarni qamrab olish darajasi 2018-yilda 37.7% dan 50% ortiq darajaga yetdi. 6 yoshli bolalarni majburiy 1 yillik tayyorlov bilan qamrab olish tizimi joriy etildi. Maktabgacha ta'lim tizimida ilg'or xorijiy tajriba asosida bolalarni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan yangi dasturlar joriy etildi. Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimi yo'lga qo'yildi. Shu maqsadda maxsus malaka oshirish institutlari tashkil etildi. Davlat va nodavlat sektorlari o'rtasida sog'lom raqobat muhiti yaratish orqali xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari soni keskin oshdi. Davlat xususiy sherikchilik asosida minglab yangi muassasalar tashkil etildi. Maktabgacha ta'limning muqobil shakllari, oilaviy, mobil va modulli bog'chalar joriy etildi. Aqlvoy, play guruhlar va uyga tahrir loyihalari orqali chekka hududlardagi bolalarni ham ta'lim bilan qamrab olish kengaytirildi. Shuningdek, 2019-yilda maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risidagi qonun qabul qilinib, tizimni yanada takomillashtirishning huquqiy asoslari mustahkamlandi. Oliy ta'lim tizimini rivojlantirish ham davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. So'nggi yillarda ko'plab yangi oliy ta'lim muassasalari va xorijiy universitet filiallari tashkil etilyapti. Bugungi kunda mamlakatda 100 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari faoliyat ko'rsatmoqda. Talabalar soni keskin oshib, qabul kvotalari kengaytirildi. Sirtqi va kechki ta'lim shakllari joriy etildi. Xorijiy oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik asosida qo'shma ta'lim dasturlari yo'lga qo'yildi. Bu esa xalqaro standartlarga mos kadrlar tayyorlash imkonini berdi. Ta'limda ajratilayotgan mablag'lar ham sezilarli darajada oshirildi. O'zbekiston ta'limga ajratilayotgan mablag' miqdori bo'yicha ko'plab davlatlardan yuqori o'rinlarda egallashga muvaffaq bo'ldi. Yangi jamiyat qurishda ta'lim va tarbiyaning o'rni va roli ham kattadir.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-8 oktyabr farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlandi. Ushbu konsepsiyada oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Jumladan, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlay oladigan malakali kadrlar tayyorlash jarayonini yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish hamda ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy etish asosiy vazifalar sifatida belgilandi. Konsepsiya doirasida oliy ta'limda davlat xususiy sherikchilikni rivojlantirish, hududlarda davlat va nodavlat oliy ta'lim muassasalari faoliyatini kengaytirish orqali 2030 yilgacha oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50% dan oshirish ko'zda tutilgan. Hozirgi kunda dunyo aholisining katta qismini yoshlar tashkil etmoqda. Bu esa ta'lim tizimiga katta mas'uliyat yuklaydi. Zamonaviy davrda yangi kasblar tez paydo bo'lib, ayrimlari yo'qolib bormoqda. Shu sababli yoshlarni kasb hunariga yo'naltirish, zamonaviy bilimlar bilan ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ta'limni rivojlanishda moliyaviy ta'minot ham muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida kontrakt shaklidan tushadigan mablag'lar umumiy xarajatlarning taxminan 68% ni qoplamoqda. Qolgan qismi davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirilmoqda. Ushbu mablag'lar stipendiyalar to'lash, talabalarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, moddiy texnik bazani mustahkamlash va ta'lim jarayonini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Talabalarning rag'batlantirish tizimi ham takomillashtirilgan bo'lib, yuqori natijalarga erishgan talabalar qo'shimcha ustamalar bilan mukofotlanadi. Shu bilan birga iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armalari tashkil etish muhim vazifa sifatida ko'rilmoqda. Tugadi.